Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 20-24 oktyabr kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. Biznes ombudsmanlar va 4-biznesda halollik xalqaro forumi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir Xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish kuni munosabati bilan an'anaviy tarzda o'tkaziladigan Aksil korrupsiya oyligi doirasidagi ilk tadbir hisoblanadi. Biznes forum tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan tashkil etildi. Forumda 10 dan ortiq mamlakat hamda xalqaro tashkilotlarning 250 nafar vakili ishtirok etdi. Ushbu xalqaro forumning yalpi majlisida ishtirok etgan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktor o'rinbosari Umid Mavlyanov o'z nutqida korrupsiyaga qarshi samarali kurash xususiy sektorning faol ishtirokisiz mumkin emasligi, aynan insoflilik, halol raqobat va barqaror iqtisodiy o'sish biznesni asosiy harakatlantiruvchi kuch ekanligini ta'kidladi. Toshkent shahrida muhokamalardan amaliy o'zgarishlar sari shiori ostida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi yuqori darajadagi nufuzli xalqaro tadbir 5-Toshkent Aksil korrupsiya forumi bo'lib o'tdi. Forum O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining tashabbusi asosida har yili o'tkazib kelinayotgan Aksil korrupsiya haftaligining markaziy voqeasidir. Forumning asosiy maqsadi korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida xalqaro muloqot va hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish, tajriba va innovatsion yondashuvlar almashinuvini kuchaytirish, korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan yangi g'oya va tashabbuslarni shakllantirish, O'zbekistonning xalqaro maydondagi mas'uliyatli, hamkor va ishonchli sherik sifatidagi nufuzini yanada mustahkamlashdan iborat. Bu yilgi forumda xorijiy delegatsiyalar, davlat organlari, fuqarolik jamiyati va ommaviy axborot vositalarining 250 nafardan ortiq vakillari, jumladan Germaniya, Sloveniya, Gruziya, Litva, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirligi, Misr, Mo'g'uliston, Indoneziya, Ozarbayjon kabi 20 dan ortiq davlatlarning aksil korrupsiya idoralari rahbarlari va vakillari, shuningdek, qator mahalliy va xorijiy ekspertlar ishtirok etdi. Forum doirasida 22 oktyabr kuni Transparency International Latviya va iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bilan hamkorlikda davlat xarajatlari monitoringi va hisobdorlikni ta'minlash mavzusida nodavlat notijorat tashkilotlar uchun seminar trening, Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi, Yevropa Ittifoqi va iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ko'magida korrupsiya haqida xabar beruvchi shaxslarni himoya qilishga oid qonun loyihasining taqdimotiga bag'ishlangan maxsus tadbir o'tkazildi. Ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash korrupsiyaga qarshi kurashish vositasi sifatida mavzusidagi sessiyada bir qator davlatlar, jumladan Ruminiyada fuqarolar, davlat idoralari va xususiy sektor vakillari uchun ochiqlik va hisobdorlikni ta'minlash bo'yicha yo'lga qo'yilgan samarali amaliyotlar xususida ma'lumot berib o'tildi. Hududiy darajada korrupsiyaning oldini olish, muammo va imkoniyatlar mavzusidagi forum oldi sessiyasida bajarilgan loyihalar va kelgusidagi loyiha rejalari taqdimot qilindi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori 5-Aksil korrupsiya forumi doirasida O'zbekistonga tashrif buyurgan Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Aksil korrupsiya tarmog'i rahbarini qabul qildi. Uchrashuvda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida ikki tashkilot o'rtasidagi hamkorlik, Istanbul harakatlari rejasi doirasidagi monitoring hamda qo'shma loyihalar istiqbollari yuzasidan fikr almashdi. Uchrashuvda shuningdek Osiyo va Tinch okeani mintaqasi uchun aksil korrupsiya tashabbusining manfaatlar to'qnashuvi mavzusiga bag'ishlangan mintaqaviy konferensiyasini 2026-yilda O'zbekistonda o'tkazish rejalashtirilayotgani muhokama qilindi. Uchrashuv yakunida tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi islohotlarni izchil davom ettirish, o'zaro hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va samaradorligini oshirish yuzasidan aniq vazifalar hamda maqsadlarni belgilab oldi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining qo'l markazi 12-3 raqamiga Farg'ona viloyatida ro'yxatdan o'tgan fermer xo'jaligi rahbari tomonidan kelib tushgan murojaat asosida o'rganish o'tkazildi. Murojaatda qayd etilishicha, fermer xo'jaligi tomonidan Toshkent shahri Yashnobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi bilan qiymati 261 million so'mlik mahsulotni yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzilgan. O'zini boshqarma bosh hisobchisi deb tanishtirgan shaxs shartnoma summasini xo'jalik hisob raqamiga o'tkazib berish evaziga murojaatchidan 10%, ya'ni 26 million so'm miqdorida pora talab qilgan. Mazkur murojaat asosida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida bosh hisobchi fermer xo'jaligi rahbaridan ushbu miqdordagi pul mablag'larini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha huquqiy eksperiment doirasida Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida byudjet qonunchiligi buzilishi, korrupsiyaviy xatti-harakatlar va moliyaviy kamchiliklarga yo'l qo'yilishining oldini olish choralari samarali amalga oshirilmoqda.
Xususan, joriy yilning iyul holatiga ko'ra vazirlik tizimida moliya va iqtisodiyot sohasi bo'yicha faoliyat yurituvchi 1280 nafar xodimda manfaatlar to'qnashuvi va nepotizm holatlari aniqlandi. Hozirda ushbu holatlar bo'yicha faoliyatida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ygan xodimlarning mehnat shartnomasi bekor qilinib, rotatsiya ishlari amalga oshirildi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 79 ta murojaat kelib tushdi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning kol markazi 1253 orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.